hurmatli Sadoqat Uktamovna, sizni ko'p ming kishilik Navoiy kon-metallurgiya kombinati jamoasi va shaxsan o'zim nomidan vatanimizning yuksak davlat mukofoti sog'lom turmush medaliga sazovor bo'lganingiz bilan chin dildan samimiy muborakbod etaman. Tibbiyot xodimlari kuni kasb bayrami arafasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan davlatimizning yuksak davlat mukofoti bilan taqdirlanganingiz barcha yaqinlaringiz qatori biz ham mamnunmiz. Sizga ayni paytda o'zingizga bildirilgan yuksak ishonchni fidokorona mehnatingiz bilan oqlab, yurtimiz tibbiyot sohasini rivojlantirish, xalqimiz salomatligini asrash yo'lida olib borayotgan ishlaringizda har qanday tahsinga munosibdir. Bundan keyin ham bilim va tajribangiz, yuksak salohiyatingizni mana shunday ezgu amallarga safarbar etishingizga ishonchimiz komil. Zero soha taraqqiyotiga sadoqat bilan xizmat qilish har birimiz uchun yuksak sharafdir. Qadrli Sadoqat Uktamovna, sizni yuksak davlat mukofotiga sazovor bo'lganingiz bilan qutar ekanmiz. Sizga mustahkam sog'lik, salomatlik, kelgusi ishlaringizga mas'uliyat va ulkan zafarlar tilayman. Hurmat va ehtirom ila O'zbekiston qahramoni senator Navoiy kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati jamoasi nomidan Sanakulov Kondak Sanakulovich. Opasiga sabr tilayman.